Okey, yer zo'r, buni narxini mahalla qo'ymagan narxda qo'ysangiz ketadi. Har bir sotigini realniy taqalgani nech pul qotganini berib yuborasiz. Qotgani 16.800 bo'lsa, Har bir sotigini 16.800 dollardan. 16.800. Kirov Olmazor ko'chadan hech kim qo'ymagan narxdan 16.800 dollardan 655 sotuvlik mana shu kaftdek yerimizni. Razmerlarni aytib ketaman. Bu yoq devor ko'ryapsizmi? Mana shu burchakdan bu yoq devorgacha 2280 li chiqyapti. Mana shu devordan to'g'rigacha 23-20 li chiqyapti. Faqatgina yerimizga mana shu yo'lakdan kirib kelasizlar, to'g'rida. Lekin u yoq taraf ko'chalari keng, 2-3 ta mashina qo'ysa, ko'chaga xalaqit qilmaydi. Kanalizatsiyalar bor, hamma kommunikatsiya bor. Katta ko'chagacha chiqsa bir 300 metr nari bersa chiqadi. Mana bu domni taniganlar bo'lsa kerak. Shundan Olmazor ko'chadan kirib kelasiz, 300 metrlar chiqadi. Endi narxiga keladigan bo'lsa, aytib o'tdilar, har bir sotigini 16.800 dollardan umumiy narxi 655 sotuvni narxi 110.040 dollar bo'lyapti. Qiziqqanlarga telefon nomerlar pastda bo'ladi. Lokatsiya Telegram kanalida bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib ketinglar.